To'xtanglar. Bo'ldi, yangla.成长，心里却早已充满无限的向往。就这样虽迷茫，可还是决心要燃烧出灿烂的光。辽阔的世界自由而宽广，沸腾血液在心中流淌。爱有曾经的失落，不需要迷惘，有你和我一起闯。越猖狂越不会彷徨，我们心中从未有迷茫，用爱青春去解放梦的力量。Şoňa Wuşang çoqsydyky gumplarning içinde yeneklari yo'q. Şoňa sizga farishtalarning yenik qadam maharatlarini öğretmekçimen. Bularning tilga ag'uchiligi yo'q, ammo qilishga o'ltirish maharatini asosiy mashqqa tushgandan keyin andan o'rganasiz. Şoňa hozircha men o'rgatganni o'rgansangiz texmi to'liq bo'ladi. Qanday yaxshimikan? Bu maharatning ismi bo'lsa chirmash qadam. Siz bu maharatni o'rgansangiz yuqoriga yamishda erkin holatda yamishib qolmaydi. Yana yaqin araliqdagi urush vaqtida qarshi tarafga chirmishib turib, ustunlikni egillayalaysiz. Bu xil gumpining qiyinlik darajasi yuqori. Hamda mashq qiluvchidan yuqori saviyada tamponliq va avrishimlikni talab qiladi. Ammo Wanglo to'g'mi talanti va 2 yillik uzunga yugurish asosi bilan osonlik egilib oldi. Yaxshi-ku. Bir kundala putqolingiz xeyli kelib qoldi. Bundan keyin har kuni mashq qilishni davomlashtirsangiz, cho'qim o'rganib ketasiz. Qaytib borgandan keyin tog'dagi mehrigahlardan texmi ko'proq terib kelib, sizga rahmatimni bildiraman. 2 yil burun heliq turiblan satgan pulning hammasi tugab ketgan. Ha? Siz o pullarning hammasini xishlab tugatdingizmi? Hozir saroyning chiqimini siz akab bergan mehrigahlar orqali aran yomab ketyapman. Ha, bo'ldilar. Artıq ishga bosh qatirmay. Siz ma qaytib borgandan keyin yaxshi o'rganing. Yaxshi o'rgansangiz sizni dumlangan go'sht bilan mehmon qilaman. Haras, qaytgandan keyin mashq obyektingizni sizga tanishtirib qo'yaman. Ha? Mangayli. Seni aldab qo'ydim. Sening Wuşang Jango gumpang 8-bosqichga kirdi. Hozirdan boshlab ko'milash yeyishga ehtiyojlisan. Ko'milash bilan badaningdagi sehr qo'shilganda hammani besib tushalaysan. Ko'milashning tarkibi Jugu. Jugu? Sen Tangyun dori darisida cho'qim bu to'g'riliq tushunchaga erishgan. Bu xil ko'milashning kuchini men asosiy mashqqa borgandan keyin ondan ko'ralayman-ku deyman. Men texi badan mashqidan chiqmagan tursam. Buningga sening boshqa turishingning hojati yo'q. Hozirgi masala bu ko'milashni pul beribmi og'ilib bo'lmaydi. Gerçi Changyun cho'qisida ko'p bo'lsa-mu, ammo ular strategik zapas holati saqlaqliq. Hatto ataman o'zimi xohlagancha ololmaydi. Ammo tuvan darajadagi shogirdlar buning sirtida. Tushundingmi? Men Changyun Song cho'qisidagi yetkilik mashqqa qatnashmoqchiman. Rastlab bir qarorga kelib bo'ldingmi? Albatta. Gerçi men hech kim yetishmasam, lekin Andistonda kollektiv faoliyatlarga qatnashib qo'yganing ziyini yo'q. Buning ustiga buning qarindosh shogirdlar orasida almashtirishga foydasi bor. To'g'rimi? Ammo muhimi sening darajang 7-ga to'g'ri kelmaydigan tursa, hozirgacha texi badan mashqi oldida turibotganlardan busini qatnashib qo'yganlar yo'q. Sen faqat badan mashqining 2-bosqichida. Menga nimada g'alati qaraysan? O'zimning kelishgan ishkaligimni bilsam-mi?
Gerçi sen haqiqiy varis bo'lsangmi, ammo darajang tuvan kelib qolarmikin. Tasjimo. Ağa, bu qitim qisnaq qatnashdiganlarning hammasi yalmashig'ini 8 va 9 darajaga yetkazib qo'yganlar. Ya'ni ularni yetaklaydigan meni qo'shganda darajasi eng tuvan bo'lganda 6 hisoblandi. 2 odam 4 odamga mas'ul bo'lsa, bu xotirangni jam qil. Yukingni mana men yenikiltiman. Qo'rq kepangni qo'y, bizga bitta qachon bo'lmasanglar bo'ladi-ku. Faqirning bunday kichik sinoqlarga qatnashishga qiziqib qolishidagi sababi faqat bir. Nemishqa bo'lmag'idak? Oddiy qilib aytganda, sababi faqat o'sha tuvan darajadagi shogirdlarni uyg'otish, ularda o'ziga bo'lgan ishonchni turg'izib, texnik ko'p qobiliyatini joriy qildirishga ilhom berish. Ammo Jugoni undaq osonlar berib og'ili bo'lmaydi. An'anaviy usulni ishlatib, o'tmishga qayta olsaqlar. Hozir faqat vaqt masalasi bo'lib qoldi. 7 kundan keyin hammani bir hayron qoldiribdik. O'zini qo'qlaydigan qurol? Ha, esimga keldi. Bu yerda sizga mos keladigan bir turganda qilatdi. Nadidu? Topdim. Xislatlik shamsharma zipining shogirdlari albatta shamshar ishlatish kerak. Bu benzi yumshoq qilichini sizga berib turay. Xo'jayin degan nomingizga loyiq odam jumosiz. Ham sizga yana bir mahorat o'rgatib qo'yay. Qanday rahmat aytishni bilmayapman. Meningcha bu 7 kun sizga yetib oshadi. Vanglo. Haqiqiy varisi bo'lg'achqa uni rad qilishga amalsiz qoldi. Uning ixtiyori qo'ypa. Ha? Ammo Liushan ustoz. Uning bag'isi bo'lsa beraversin. Sen boshqa hamsavoq ini-sing'illaringga mas'ul bo'l. U o'lamdi, tirilamdi, koring bo'lmasin. Xo'p. Bu qilish ajab qiziqarli ekan. Men bu qilishni shiiliklarning qilichi bilan bakla o'xshib ketadi deb anglagan. Bo'lmasa berbilik oshpazni so'rab boqaychi. Sizga yangi mahorat bo'lgan yumshoq qilish mahoratini o'rgatib qo'yay. Bu xil mahoratning iliq do'stingiz bilan bog'lanishliqi bor. Sho'xay. Bu mahoratni Yuntay davlati xon jamiyatidagi gumpida kamolatga yetgan biraylar ijod qilgan. Uning alohidaligi bo'lsa, mudofaaga yaxshi, avrishim. Uningga Yuntayning avrishim bo'lgan go'ar shamshirni moslashtirsak, jonni saqlaydigan ajoyib qurolga aylandi. 2 yil burungi avliyolikqa ko'tarilish yig'ilishida u do'stingizning mush mahoratni muz jilg'isidan o'tkich ishlatganligini ko'rgan edim. Shu chaqda uning qilichidan o't ushqunlari chaqnab ketgan edi. Haqiqatan oson emas. Undaq yo'g'an ham vahshiy mamiyot bilan elishib yengilib bo'ladimi? Uning ustiga u degan odamlarning gumpisi, Wushan gumpisi bilan silishtirg'ili bo'lmaydi. Jogoni terib kelib o'tgandan keyin Ondan ayol xo'jayin ta'riflagan bu Wushan gumpisining zodi qanchalik karomat ekanligini ondan bilalayman. Yavi ot yavi meyvelarni uzib o'ynasak, xuddi lagerga o'xshash bakla qiziqarli bo'ladi-ku deyman. Undoq emas, u degan sinaq. Nemishlarning yuz berishini hech kim bilmaydi. Men hozirdan boshlab jiddiylashyapman. Qochilik tomoq toqitamdig'andu. Men ko'pchilikka qochilik tomoq etib beray. Men yana nashtirlik yan qormini tadqiq qilib chiqqan. Bo'ldi. Qoidani buzmayamdi. Nima gap bu? To'z qoldim desa, sinaydigan turdan yana birini ko'paytgili. Liushan oqsoqol bilan Wang Wu ikkisining munosabati garchi o't bilan suvdek bo'lsa-mu, uni shogirdiga bunday rahimsizlik qiladi deb o'ylamabdi-ekan. Wang Lu. Ajaba Wushan cho'qisida 2 yil turish jarayonida kallangdan ketmagan-san-a? Kirang. Xo'yun oqsoqol, bir topshiriqingiz bormikin? Men dars bergan 3 balla bo'ladigan. Qandaqli qilsam, ular imtihondan o'tamayotadi. Mushundaq ketaveradigan bo'lsa, hayot mazhabning odami qatoriga tushib qoladi. Andan ularni bu qitimqi sinoqqa qatnashtirish orqali bir qancha nomerni to'liqlig'il bo'lamdi ekan deyman. Garchi bu ish intayin muhim bo'lsa-mu, ammo odamni yana ko'paytiradigan bo'lsak, u chaqda bundan xotirjam bo'ling. Mening bir fidoyi o'quvchimdan birsi ularning holidan xabar oladi. Siz bundaq da'vat qo'yadi. 7 kundan keyingi sinoq qanday bo'lib ketdi? Barcha taqchimsizli bo'ladi-ku. Kechikib qoldi. Ha? Xo'yun oqsoqolning topshiriqi bilan sizlarning holinglardan men xabar olaman. Mening familiyam Sun. Familiyam Yuan. Yana biraylan kagicha. Ko'pchilik o'z ara tunish olayli. Bo'ladi. Ko'pchilik, bu yoqqa yig'ilinglar. Mag'lub bo'lding.
Men bu qitimqi sınaqning yetakchisi Yoyun. Mazhabga kirgan vaqtim ko'pchilikdan uzun. Hozir yil mashig'ining 6-darajasidaman. Ismim Xoyin. Yoyun bilan bir yilda bir mazhabga kirgan. Uningga o'xshashla 6-darajadaman. ismim Jochin. Mening ismim bo'lsa Vinbao. Men Yoshiyao. Mening ismim Vinyin. Sizlarni burun ko'rmabdikanman-ku. Biz sizlar bilan tang kirgan. Ammo biz yot mazhabdikilar. Ha, mundoqkanda. Nima degan umoq? Siz bu kiyimni faqat ko'rib boqmabdikanman. Mening ismim Wang Zhong. Kiyimga kelsak, to'la yuyilib, rangi o'ngib ketgan bo'lishi mumkin. Bu oyoq. Men bu menga bunda qiz bolaning oyog'ini baginiga ayron. Ammo putimga dal keldi, shuni kiyib-verdim. O'zingiz yoqtirsangizlar bo'ladi-ku. Ammo kiyimni yengizga almashtirib eling. Xo'p. Qalva, bu kiyimning rangini o'zim shundoq qo'yib olgan. Mening boshqalar bilan o'xshash kiyingim yo'q. Texiylik so'ltakning odamning o'shigini keltirib boshdan oyoq oppoq kiyinish uchun uni qarg'iz o'tirib qo'ymayman. Hey, Wang Zhong, ko'rishmagili xeyli uzun bo'pti, ha? Bagzoda, Kechikib qoldingiz-ku. Xijilman sat bo'ldi. Boya tog'da iyiq bilan badan qizdiman deb kechikib qoldim. Iyiq. Hammanglar to'liq yig'ilib bo'lgan bo'lsanglar, amsa yo'lga chiqayli. Men oldinglarda. Xo'yin, kayninglardan mangadi. Boshqalar bo'lsa, darajanglar bo'yicha radga tizilinglar. Bo'lmasa, men bosh bo'lay. U dehqonlar badan mashq altida tursa. Men uni g'ish amal qilamadim. Bo'ldi ko'pchilik, men bilan menglar. Bu yer xislatli Shamshar mazhabi avliyosi Changyun cho'qqisi bilan Pyongyang cho'qqisini tutashtirilgan nur yo'li edi. Wanglo ishlatgan usul mushning kichigiltilmasi. Bu yerda asosligi mehrigiya, sehrli hayvonlar yetishtirilib qolmasdan yana shogirdlarni sinaydigan o'rin hisoblanadi. Bo'ldi, keldik. Bu qitimqi sınaqning vaqti 5 kecha 5 kunduz. Musobaning uzunligi Wang Yue jilg'isidan Qinglongxia eg'izgacha, ondan yana Nilupar ko'liga qaytamiz. Arliqda ko'pchilik o'zinglar xohlagan dorilarni terib olsanglar bo'ladi. Bu ya'ni har xil usullar bilan bexatar qilgan bo'lsaqmi, ammo yanala yilda necha odam o'lib yarilishdek har xil hadislarni saqlamayotmiz. Shunga ko'pchilik bu yerda chuqur men bilan Xo'yin singlimning buyrug'iga bo'ysunishinglar kerak. Amsa yo'lga chiqdik. Men hayat qoldim. Bag'in. Ha? Bu nima endi? Uni xat yetkizgichi desak bo'ladi. Ha, endi shimolga qarab menishimiz kerak. Janoblarga xo'sh deyishga majburman. Yo'lda aslini ko'p malol qildim. Sizlarga ko'p tashakkur. O'zlarini asrasizlar. Bundaq yugursak nədimi doğru tərgidək çolumuz olsun. Ağımızı sürdü həcəb tezgina. Biz onun yetişəməy qaldıq. Neymiş bundaq yuguraydiganimiz? Acaba yol boyu shuna qilamizmi? Odamni qorlamadik bu. Oqsoqolga yaxshi chaqirgan demagan bo'lsa nargizmi? Ular haqiqatan tajribasizki. Mushunchalik yugurganga hasrat birni bo'lib ketgan. Ammo Wanglo mendan tez yurayotdi. U vaqtga rivoyat rost ketdi. Yana qanchalik vaqtdan keyin oyoqlashadi. Ne bo'ldi? Bardashlik beramayapsiz? Undaqda azroq orom olib olaylik. Yeni kirganlarning badan safhasi bekli tuvakka. Garchi avliyoliklarda xil qo'llangan bo'lsa-mu, badan mashqini qilish yetarli emas. Lekin vazifaning ushlanishib tugamay turiblar, bo'shib ketganini qaramamdi. Yana
Xoin oqsoqol havolgan bu 3 kishining bo'shanligi odamning beshini og'ritadi. Bayman sening 3 kunigacha Wang Yu jilg'isini o'tib bo'lishimiz, ondan Qinglongja ig'ziga yetib berishimiz kerakligini deganligingni anlaganda qilib edim. To'g'ri deysan. Biz bu suratda maqsaq, seningcha vazifani o'rinlay olamizmi? Vaqt yetishi yetadi. Ammo 3 kungacha yemay ichmay uxlamay maqsaq, ondan yetib bora olamiz. Albatta, bunda qilsaq, ko'pchilik albatta chiday olmaydi. Shunga vaqtni uftish uchun suratni tezlatishimiz kerak. Navada bir kungacha Qinglongja ig'ziga yetib bora olsanglar, keyingi kunda o'ynasanglarmi bo'ladi? Qarag'anda ko'pchilik xili ruhlanib qolganda qiladi. Suratni texmi tezlatamiz. Vay qadimni tezlashib ketdi. Yetakchi yo'yin 6-darajga ekan. Necha darajaning shundoq farqi bormidi? Ko'pchilikning bayqa yerib ketgan turqidan qilchim asar yo'q. Hammasi kuchayotdi. Avliyolik yetish uchun yushirin kuchini qizib chiqib barlig'ini beg'ishlash kerak. Mana bu sinoqning maqsadi. Ataman, bu yerda ekansizda. Baya 7-oqsoqoldan xat keldi. Xetida yana bir haftadan keyin ondan xislatlik shamshartaqa yetib kelaman debdi. O nurg'un joylarni aylanib keldi. Cho'qim nurg'un qiziqarli ishlarni boshdan kechirgan bo'lishi mumkin. Shu emasmi? Bu necha yildan buyon men boshqarib kelayotgan Qingyun cho'qqisini uningga endi o'ngishli topshira oladigan bo'ldim. Ammo nemishqido Qingyun cho'qqisida bir ish yuz berdigandek his qilyapman. Bu zodi nima ishdi? Yaxshi, ko'pchilik yaxshi ma'nolar. Endi biroz aram olib olaylik. Bayq surat bo'yicha manganda vaqtida yetib bora olishimizda gap yo'q. Og'a, tushlik tomoqni qachon yeymiz? Qo'sug'im pek ichib ketdi. Bu yerda kanbayliqlar mol. Nagili qarsa oziqlik qimmati bor o'tchoplar uchrab turdi. Shunga ko'pchilik qo'saqdan g'am qilmasanglarmi bo'ladi? Va, men shundoq tamlik meva ko'rdim. Nim degan ochiq. Bayqi gapimning oxirati tugmadi juma. Garchi bu yerda yov meva va ko'ktatlar bo'lgan bilan, ammo sizlarga nisbatan atunish. Bu yerdagi o'tlarning 10dan birini bilalsanglarmi, cho'ng ish hisoblandi. Shunga qo'sg'inglarning masalasini hal qilish qilmaslik, bu butunlay o'zinglarning ularni qanday farqlantirishinglarga bog'liq. Bayqi inimiz yegan narsa chijango emas, balki chijingo. Uni pishqilib ishlagandan keyin ondan yegili bo'ladi. So'rab baqsam, sizlarning dorilik o'tlarni bilish darajanglar qanchalik? Og'a, mening tuvan darajadan yuqori. Mening o'tir daraja. Mening bo'lsa adin yuqori. Mening dedin tuvan. Aslida sen bizning guruhning a'zosi ekansan. Biz uchimizmi shundoq? Dastlabki darajadagi dorilik o'simlik. San natijalardan tuvan. O'rta darajadagi dorilik o'simliklar bilan bo'yicha o'rta darajaning o'rta A? Yaxshi-ku. Mening 2-yillikdagi vaqtimdagidan yaxshi ekansiz juma? Oshirib aytdingiz. Loyiq emasman. Ammo uningdan tuvanlar bilan solishtirganda xeyli yaxshi. Qani, behozir elinglar. Bularning hammasini yegili bo'ladi. Men eng yaxshilarini tanladim juma. Bularning hammani yegil bulamda. Kasbiy darajadagi dorilik o'simliklar bilim bo'yicha adin yuqori mutaxassisga nisbatan aytganda bu qanchalik ishdi? Kasbiy daraja? Uningda 2 yil bo'lgan tursa. Bo'ldi, endi so'ramang. Faqat bu emas. Bunda kichik ishlarni deyishmasa qandaq? Faqat? Men faqat choy ichadigan vaqtlarimda bunday narsalarni ko'rib qo'yman shu. Hozir men o'rganmagan faqat shey tilli qoldi. Mo'shiningdan o'ssamla 6 kasbiy darajaning adin yuqori natijasiga erishgan bo'lardim. Hammadan o'tib ketsam, cho'qim o'ngishli qoldi. Doktorlik unvoniga erisha olmayman taxi. Yaqinda danq chiqib ketgan herq talant egisi. Ajaba. Talant hech nimadan derak bermaydi. Men faqat tirishiman xolos. Wanglo mazhabga haqiqiy varis bo'lib qabul qilingan 2 yildan buyon mazhabning hech qanday cheklamasiga uchramag'achqa, kunda yugurish va do'riga chilinishdan boshqa ishi bo'lmag'achqa, amal yo'q, vaqt o'tkazmay kitob ko'radi. Men yedim amsa. Qani, sizlar meydonlar. Rahmat og'a.
Rahmat og'a. Ey, Wangjon, menga nimandaq notinishlardek muomala qilasan? Tez yemamsan. Men azaldan sizga tuzut qilmaydigan tursam, Bekzoda. Shuncha mazza qilib yeb ketgudek yaxshi narsami ekan u? Bayqi gapni men qilmadim Juma. Vanglo, xompar, navod qiz savoqdoshlar meni yomon ko'rib qoladigan bo'lsa, seni hargiz bo'sh qo'yib yotmayman. Xo'p bo'ldi. Rostini desam, go'sht bo'lmasa, qo'saq to'yg'andekmi bo'lmaydi ekan. Men berib ovlab kelay. Rostmi? Manda qarab baqsam, bu tog'da yovvoyi hayvonlarmi ancha oz emas ekan. To'xtab tur. Bu tog'dagi uchar qo'sh yovvoyi hayvonlarni yeyman deb yigilib bo'lmaydi. Voy, agar yemasak uni tomosha qilamdoq. Bu degan chingyon cho'qsi. Atrofimizda har vaqt ikkinchi darajalik maxluq paydo bo'lib qolish ehtimolli bor. Ikkinchi darajalik maxluqning gapini anglabmi buncha tamkinligidan haqiqiy varis ekanligiga yana bir qitim ishondim. Oho, keturgan. Jo'yojodagi alvoslar so'zlanadigan darsning nomeri bek tuvan bo'lg'achqa qo'shaqmay talimabdi ekanman. Ikkinchi darajalik maxluq degan qandaq narsa? Qo'shaqmig'an? Ismi jismiga loyiq munavvarka. Ikkinchi darajalik maxluqning amaliy kuchi badan mashqining eng yuqori pallasi, yal bosqichining birinchi bosqichiga teng. Garchi guruhimizning o'rtacha darajasi ancha tuvan bo'lmasa-mu, ammo bir qitimda 2-3 ga yo'l qilib qolsak taqabul tura olmaymiz. Faqat mening qo'g'dishim ostida qechishdan boshqa amal yo'q bo'lib qoladi. Shap kelyotdi. Yo'in, bir narsa yiqilib kelganda qiladi. Men Bayqurxon to'rga cho'qim bir narsa tegdi. Ammo inkas uncha kuchli emas. Meningcha bu cho'ng maxluq bo'lmasligi mumkin. Yana ehtiyot qilganimiz tuzuk. Sinoq jarayonida bir ish bo'lib qilishning oldini olishimiz kerak. Yangi yaxshilar buncha boldir qurollarini chiqarsa, o'zlarini oshkorlab qo'ymamdi. Ko'pchilik uduqmanglar. Sizlarni men qo'g'dayman. 山尽无声。